Hech o'ylab ko'rganmisiz, oddiy do'konda qancha pul sarflaymiz? Odatda oyiga 1 million so'm va undan ham ortiq. 1 yil davomida esa 12 million so'mdan ortiq pul sarflaymiz. Agar shu pullarni tejashni, kerakli mahsulotlarni deyarli bepul olishni va ustiga ustak do'kon sizga yana pul to'lashini xohlarmidingiz? Bilaman, bu aql bovar qilmaydigandek tuyuladi, lekin bu mumkin va qanday qilib? Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalo eslab olaylik. Pulimiz aslida nimaga ketadi? Tish pastasi, dezodorantlar, atirlar, turli xil tozalovchi vositalar, erkaklar kosmetikasi, idish yuvish vositalari, dekorativ va parvarish kosmetikasi, choylar, ichimliklar, bolalar uchun shirinliklar. Yana do'kon dorixonalarida qancha pul qoldiramiz? Axir eng sog'lom inson ham yiliga bir necha marta shamollaydi yoki virusli kasalliklarga chalinadi, to'g'rimi? Eng ko'p uchraydigan muammolar haqida ham gapirmasa ham bo'ladi. Qonda shakar ko'pligi, immunitet pastligi, yuqori qon bosimi, ortiqcha vazn, bo'g'imlar muammosi, depressiya, yomon uyqu, bolalar salomatligi, ayollar va erkaklar sog'lig'i va yana juda uzun ro'yxat. Vitaminlar va mikroelementlar ham arzon emas, ayniqsa sifatli bo'lsa. Xo'sh, oilaviy byudjetni bu mahsulotlarga sarflashni qanday to'xtatish mumkin? Oddiy do'konlar va dorixonalar bor. Biz ularga o'rganib qolganmiz va yana Siberian Wellness kompaniyasi do'koni ham bor. Unda xuddi shunday mahsulotlarni ancha foydali shartlarda xarid qilish mumkin. Keling, ikkala variantni solishtiramiz va eng muhimi, qanday qilib Siberian Wellnessda deyarli bepul xarid qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Oddiy do'kon va dorixonalarda ko'pincha noma'lum ishlab chiqaruvchilar va shubhali sifat bo'ladi. Siberian Wellness esa tabiiy tarkibli, yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kompaniya. Har bir mahsulot xalqaro sifat sertifikatlariga ega. Shu sababli mahsulotlar nafaqat Rossiyada, balki dunyoning 67 ta davlatida sotiladi. Shuningdek, kompaniyaning o'z ilmiy laboratoriyasi mavjud. Oddiy do'konlarda ba'zan bizga arzimas sovg'alar yoki sertifikatlar beriladi. Siberian Wellness esa faol mijozlarga 4 million so'mlik va undan ortiq summada istalgan mahsulotni bepul sovg'a qiladi. Videoni ko'rayotgan paytda bu summa oshgan bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari, kompaniya mijozlari uchun muntazam bepul onlayn treninglar va master-klasslar o'tkazadi. Ukollarsiz go'zallik va yoshlikni saqlash, ozish marafonlari, atir tanlash, moliyaviy savodxonlik va boshqa ko'plab mavzular. Oddiy do'konlarda bunday imkoniyatlar yo'q. Endi eng muhim foydalardan biri cashback haqida gaplashamiz. Oddiy do'konlarda odatda 1% cashback qaytariladi. Masalan, 600 ming so'm sarflasangiz, atigi 6 ming so'm qaytariladi, to'g'rimi? Bu juda kam. Siberian Wellnessda esa 25% gacha cashback qaytariladi. Ya'ni xuddi shu 600 ming so'mlik xaridingiz uchun sizga 150 ming so'm qaytarib olasiz. Mazzami? Qaysi biri sizga shunda ma'qul? 6 mingmi yo 150 ming so'mmi? Endi eng muhim qismiga o'tamiz. O'ylab ko'ring-chi, sizning tanishlaringiz qayerdan xarid qilishadi? Albatta, o'sha oddiy do'konlardan. Ko'pincha ular sizning tavsiyangiz bilan xarid qilishadi, lekin siz bundan hech qanday foyda olmaysiz. Siberian Wellnessda esa boshqacha. Agar odamlar siz orqali bu do'kon haqida bilib, xarid qilishni boshlasa, kompaniya sizga ularning xaridlaridan ham 25% gacha foyda to'lashadi. Masalan, siz va tanishlaringiz bir oyda 3 million so'mga mahsulot oldingiz. Tasavvur qilaylik. Oddiy do'konda siz faqat 30 ming so'm olgan bo'lardingiz. Ulardan-da endi foydasiga. Siberian Wellnessda esa siz 600 mingdan 750 minggacha olishingiz mumkin foyda. Qaysi bir foydaliroq, 30 mingmi yoki 750 ming so'mmi?
Bu pullar bonus sifatida kartangizga tushadi va keyingi xaridingizda bu bonuslar bilan siz to'lashni boshlaysiz, ya'ni foydalanasiz va yana yangi bonuslar yig'iladi. Natijada siz mahsulotlarni deyarli bepul olishni boshlaysiz. Endi o'ylab ko'ring, yiliga 10-12 million so'm sarflaymiz. Agar do'konni o'zgartirsangiz, bu pullarni tejaysiz. Va ustiga ustak yanada sifatliroq mahsulotlardan foydalanasiz. Aziz do'stlar, 10-12 million so'm qo'lingizda qolsa, nimaga sarflagan bo'lardingiz? Har kimning o'z javobi bor, to'g'rimi? Buning uchun faqat bitta narsa kerak: oddiy do'kon va dorixonani Siberian Wellness do'koniga almashtirish. Va bizning jamoamizdan odamlarni qanday qilib oson jalb qilish metodikasini olish.